Assalomu alaykum aziz obunachilar, kanalimizga xush kelibsizlar. Bugun sizlarga uyda medovay tayyorlaymiz. Buning uchun bizga 380 gram shakar, 5 osh qoshiq unni yaxshilab aralashtirib, ketidan 1 litr sutimizni solib, yaxshilab aralashtiramiz. Quyilgandan so'ng ozgina vanilin solamiz va sariyog' solamiz ketidan. Yaxshi quyulashib olgandan so'ng yaxshilab aralashtirib, bir chekkaga olib qo'yamiz. Men uyda zavorniy krem tayyorladim. Endi xamiri uchun 6 ta tuxumni 380 gram shakar solib, uni ham yaxshilab mikser yordamida ko'pirtirib oldim. Ko'pirtirib olganimdan so'ng endi 1 choy qoshiq sodaga ozgina uksus solib o'ldirib olamiz. Uksusimizni solib, uni ham yaxshilab aralashtirib yuboramiz va ketidan ozgina yana mikser qilib yuboramiz. Aralashtirib olganimizdan so'ng 1 piyola asal solamiz, 1 choy qoshiq nonsoda solib yaxshilab qizarib olgandan so'ng margarin yoki sariyog'dan solamiz. Men sariyog' soldim. Uni ham margarinlar erib ketgunga qadar yaxshilab aralashtirib olamiz va gaz tagini o'chirib, tuxumli massamizga solamiz. Yaxshilab aralashtirib olganimizdan so'ng sekinlik bilan sekin-sekin qilib vinchik yordamida yaxshilab aralashtiramiz. Birdan qo'shib yubormaymiz. Sekin-sekin aralashtirib olamiz. Endi unlarimizni solamiz. Oz-ozdan solib, elakdan o'tkazib, oz-ozdan solib vinchik yordamida aralashtiramiz. Ozgina 1 choy qoshiqda razlixitil ham solib yubordim. Xamirimizni yetarlicha sovolamiz. Sovaganimizdan so'ng mana shu shaklda xamirimiz kelgunga qadar vinchikda aralashtirib, kosamiz bir xil bo'lishi kerak va o'sha bir xil kosalarimizga teng bo'lib solamiz. 4 ta kosamizga. Sovaganimizdan so'ng xolodilnigimizga bir 15-20 minutga qo'yib tindirib olamiz va qo'limiz yordamida, birinchi xamirni qo'l yordamida ullab yoydim. Boshqalarini lopatka yordamida yoydim. Menimcha lopatka yordamida yoysa yaxshiroq ekan. Duxovkada 10 minutga pishirib oldim. Va kesib, endi nachinkalarni oralariga surib, birin-ketin xamirlarimizni taxlab olamiz. Men qo'l yordamida qo'limda ezdim. Blender bo'lmaganligi uchun blenderda chiqarsa juda ham chiroyli chiqadi ustidagi kukuni. Shuning uchun oddiygina qilib pishirib tayyorlab oldim. Sizlar ham albatta tayyorlab ko'ring. Resept yoqqan bo'lsa, albatta kanalimga obuna bo'lishni unutmang.